Yurtdoshlar, biza Ixlos Nuri fondi tomonidan nevrokardio klinikasiga yotqizuvdik. Bolamni harakatlari susidi. Operatsiyadan keyin oyoqlarni harakatlari to'xtab qolgandi. Lecheniya olganimizda ham bunaqa foydasini ko'rmayuvdik u darajada. Hozir mana bolam o'zi harakatga tushib, yotganda ham yonga ag'anib, bemalol harakat qilib boryapti. Oyoqlarida ham sekin-sekin sezgilarini sezib boryapmiz o'zimiz. Rahmat sizlarga kattakon. Bizaga shunaqa imkoniyat yaratib berganinglarga, sizlar bizaga yuborganiga, Mehribon yeyamga rahmat. Mana bugun chiqib ketish kunimiz, xudo xolasa. Davolash muolajalari tugadi. Davolash muolajalarini pullarini Ixlos Nuri jamg'armasi tarafdan to'liq qoplanib berdi. Ularga rahmat deymiz. Bizaga kattakon yordam berdilar. Alloh rozi bo'lsin hammaligidan.